Assalomu alaykum aziz do'stlar. 7-mart kuni tushgan savollar yechimini ko'rib chiqamiz. Bizda m kvadrat taqsim 2n kasrning qiymati natural son bo'ladigan n'ning eng katta qiymatini toping deb so'ralmoqda. Buning uchun dastavval m sonimizni quyidagi tartibda yoza olamiz. Ya'ni bu bizga 2 ning 9-darajasi ko'paygan 3 ning kubi ko'paygan 6 ning 12-sini, demak 2 darajasi 12 ko'paygan 3 darajasi 10 ko'paygan 20 ni esa biz uchun 2 ning demak 6-darajasi ko'paygan 5 darajasi 3 ni beradi. Natijada 2 darajalarni qo'shib chiqadigan bo'lsak, m 9 ga 12 ni qo'shsak 21, 21 ga 6 ni qo'shsak 2 darajasi 27 ko'paygan 3 darajasi 3 ga demak 12 ni qo'shsak 15 ko'paygan 5 ning 3-darajasiga. Endi bizda m kvadrat taqsim 2 darajasi n so'ralmoqchi. Shuning uchun m ni kvadratga ko'tarib yuborsak, bu yerda 2 ning 54-darajasi, 3 ning 30-darajasi ko'paygan 5 ning 6-darajasi taqsim 2 darajasi n. Endi 2 darajasi n ning eng katta qiymati bu yerda biz uchun 2 ning darajasi 54 bo'lganligi uchun n ning eng katta qiymati 54 ga tengligi hosil bo'ladi. Bu bizda A javobdir. Ikkinchi misolimiz a soni ln 3 ga, b soni kosinus 3 ga, c soni ln 3 ga tengligidan. Demak, a sonimiz biz uchun 0 dan katta, 1 dan kichkinaligi. B soni esa kosinus 3imiz biz uchun 3 radianimiz. Demak 171 gradusu 51 ga tengligidan kosinus 175 gradusda 71 gradusda manfiy ekanligidan kosinus manfiy, ya'ni b manfiyligi ln 3 deganimiz bu logaritm y + 3 ekanligidan bu 1 dan kattaligi, ya'ni c soni 1 dan kattaligi hosil bo'ladi. Endi bu yerda a minus b modulda b minus c modulda minus, demak a minus c modulda taqsim a plus b modulda plus b minus c minus, demak c plus a. Endi buni ishoralarni aniqlab chiqamiz. Demak, a dan b ni ayiradigan bo'lsak, a biz uchun musbat son, b manfiy sonni ayiradigan bo'lsak musbatga teng. b minus c bu yerda manfiy, a minus c esa, ya'ni a dan c ni ayiradigan bo'lsak bu ham manfiy. Endi maxrajimiz a plus b bizga manfiy son ekanligidan kosinusimiz demak minus 1 ga yaqinroq son bo'lganligi uchun bu ham manfiy. B minus c bu ham manfiy. Demak c plus a musbat. Endi musbat bo'lgani uchun o'zida ochib chiqamiz. A minus b manfiy bo'lgandan keyin qarama-qarshisiga, ya'ni c minus b. Buni ham manfiy bo'lganligi uchun, demak qarama-qarshisiga ochadigan bo'lsak, bu ham demak bizga a minus c ni beradi. Taqsim, demak manfiy bo'lgani uchun minus a minus b, manfiy bo'lgani uchun demak c minus b, musbat bo'lgani uchun minus c minus a. Natijada suratimizda c'lar qisqarib ketadi. Yana bu 2ta a minus 2ta b taqsim. Endi maxrajimiz biz uchun c'larni qisqartirib yuborsak minus 2ta a minus demak 2ta b-ligi hosil bo'lar ekan. Natijada minus 2 ga bo'lib yuborsak b minus a taqsim, demak suratimiz, maxrajimiz a plus b-ligi hosil bo'ladi. Bu bizda b minus a
taqsim A plus B. Demek B javobda. Keyingi misolimiz hisoblashga doir. Demak, daraja ko'tarib olsak, A ning -6 darajasi ko'paygan. A ning 14 darajasi taqsim. Demak, A ning demak 6 darajasi. Natijada ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda A ning 8 darajasi taqsim A ning 6 darajasi. Natijasi A ning kvadratiga teng ekan. Bu A javobdir. 6-misol hisoblashga oid. Demak, soddalashtirishimiz kerak. Buning uchun mahrajni irratsionallikdan qutqarib olsak, demak shu yetarli. Buning uchun demak 1 taqsim 2 plus ildiz 2 ni ko'paytiramiz. 2 minus ildiz 2 2 minus ildiz 2 ga minus 2 minus ildiz 2 ko'paygan 2 plus ildiz 2 2 plus ildiz 2 ayrilgan ildiz 2. Natijada mahrajimiz 2 minus ildiz 2 taqsim 2 ildiz ostida minus ildiz ostida 2 2 plus ildiz 2 minus ildiz 2 lik hosil bo'ladi. Mahraj bir xil ekanligidan ildiz ostida 2 2 minus ildiz 2 minus 2 minus ildiz 2 minus ildiz 2. Ikkilarni qisqartirib yuborsak, minus 2 ta ildiz 2 taqsim ildiz 2 minus ildiz 2. Ildiz 2larni qisqartirib yuborsak, minus 2. Yo'q, demak bu yerda ildiz ostida 2 emas, 2 qolar ekan. Shuning uchun demak ildiz 2dagi 2larni o'chirib chiqadigan bo'lsak, natijada ikkilarni qisqartirib yuborsak, ildiz ostida 2 minus ayrilgan minus ildiz 2. Natijamiz esa minus 2 ta ildiz ostida 2 ligi kelar ekan. Bu B javob. Xo'p, demak bizda mahraji birdan kichkina geometrik progressiya berilgan. B1 qo'shilgan B2 qo'shilgan B3 teng ekan 21 ga. B1 ko'paygan B2 ko'paygan B3 demak 216 ga teng. Bizdan S5 ni topish so'ralmoqda, ya'ni 5 ta hadini. Bizda demak geometrik progressiya xossasiga ko'ra B2 ning kvadrati teng ekan B1 ko'paygan B3 ga. Shuning uchun B1 bilan B3 ni ko'paytmasiga B2 ning kvadratini olib borib qo'ysak, B2 ning kvadrati ko'paygan B2 biz uchun 216 ga, B2 ning kubi 216 ga tengligidan B2 6 ga tengligi hosil bo'ladi. Endi B2 ni o'rniga keltirib qo'ysak, ya'ni B1 qo'shilgan B3imiz bizda 15 ga, B1 ko'paygan B3 esa 36 ga tengligi hosil bo'ladi. Ya'ni mahrajimiz birdan kichkina bo'lganligi uchun demak bizda B1imiz demak 12 ga, B3imiz demak 3 ga teng. Sababi demak birdan kichkina bo'lgani uchun ko'paytirsak 36 qo'shsak 15. Endi S5 ni topilmoqda, so'ralmoqda. Demak, Q bizda demak 1 taqsim 2 ga teng ekan. Chunki B2 ni demak B3 ga bo'lsak. Ya'ni aniqroq B3 ni B2 ga bo'lsak. Xo'p, S5imiz B1 ko'paygan 1 minus Q ning 5-si
taqsim 1 minus. Natijada 12 ko'paygan 1 minus 1 taqsim 2 ni 1 taqsim 32 ayrilgan 1 minus 1 taqsim 2. Natijada 12 ko'paygan 2 bo'lib ketadi. Demak 1dan 1 taqsim 2 ni ayirsak ko'paygan 31 taqsim 32. Natijada qisqartirib yuborsak bu yerda 16 tadan bilan buni qisqartirsak 3 tadan va 4 tadan. Natijada 93 taqsim 4 bu bizga 23,4dan 1 deb berar ekan. Javob. Xo'p, 10-misolimiz soddalashtiring. Buni quyidagicha soddalashtirib olamiz. Ya'ni a ning kubi minus b ning kubi taqsim mahrajda demak 2ta plus b ning past kvadrati minus 3 ko'paygan a plus b plus a ning kubi plus b ning kubi taqsim a ning kvadrati minus ab plus b ning kvadrati. Endi suratimizni a minus b a ning kvadrati plus ab plus b ning kvadrat deb yozib olsak, mahraj esa 4a ning kvadrati plus 4ab plus b ning kvadrati minus 3a kvadrat minus 3ab plus a plus b taqsim a ning kvadrati minus ab plus b ning kvadrati ko'paygan a kvadrat minus ab plus b kvadrat. Natijada bu ikkovi bir xil qisqarib ketadi. Bu yerda demak soddalashtirib olsak mahrajni a minus b a ning kvadrati plus ab plus b ning kvadrati taqsim demak 4ta kvadratdan 3ta ketsa a kvadrat 4ta bdan 3ta ketsa ab plus b kvadrat plus a plus b. Bu ikkovini ham qisqartirib ko'rsak a minus b qo'shilgan a plus b birlar ketsa demak bu yerda 2ta qolar ekan. Bu bizda B javobdir. Endi 12-misol sonlarni kamayish tartibida joylashtiring deb so'ralmoqda. Buning uchun dastavval a sonimiz sinus 17 gradus, b sonimiz sinus 180 gradus ayrilgan demak 13 gradus, c sonimiz esa sinus 360 qo'shilgan 15 gradus. Bu bizga sinus 13 gradusni, bu esa sinus 15 gradus beradi. Endi birlik aylanadi. Sinusda birinchi, ikkinchi chorak musbat, uchinchi va to'rtinchi chorak manfiy. Demak, sinus funksiyamiz o'suvchi bo'lganligi uchun eng katta qiymatni demak 90 da qabul qiladi. Shuning uchun demak eng katta burchagimiz bu uchun eng katta ekan. Ya'ni birinchi sinus 13 gradus, keyingisi sinus 15 gradus, keyingisi esa sinus 17 gradus. Shuning uchun demak sonlarni kamayish tartibida joylashtiring degan uchun eng katta burchagimiz a, keyingisi c, keyingisi a. Demak b burchagi ekan. Ya'ni a, c, b. Bu bizda a javobdir. 14-misol tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping deb so'ralmoqda. Buning uchun dastavval ildiz ostida 7 plus 4 ildiz ostida
Shuni quyidagi tartibda yozib olamiz. Bu bizga demak 2 plus ildiz osti 3 ning qavs kvadratini beradi. 7 minus 4 ildiz osti 3 esa 2 minus ildiz osti 3 ning qavs kvadratini berar ekan. Ya'ni bu yerdan ildiz ostidan 2 plus ildiz osti 3 darajada x plus 2 minus ildiz osti 3 x teng 14 ga. Endi bu ikkita sonimiz bir-biriga teskari bo'lganligi uchun bunga t desak, mana bu esa biz uchun 1 taqsim t teng 14 ga hosil bo'ladi. Natijada t kvadrat 14 t plus 1 teng 0 ga. Endi diskriminant topa olsak, diskriminantimiz teng ekan plus 96 14 ning kvadrati minus 4, ya'ni plus 92. Endi t birimiz teng ekan 14 qo'shilgan plus 92 dan, demak 8 ildiz ostida 2 taqsim, ya'ni 8 ildiz ostida 3 taqsim 2 bu 7 plus 4 ildiz ostida 3 ni t2 esa shuni manfiyligi, ya'ni shuni beradi. Natijada 2 plus ildiz ostida 3 imiz x teng bo'ladi 2 plus ildiz ostida 3 ning kvadratligini beradi bu. Ya'ni x teng 2. Endi o'rniga keltirib qo'ysak, ya'ni 2 minus ildiz ostida 3 ning ikkinchisi teng bo'lar ekan bu yerda 2 plus ildiz ostida 3 ning minus ikkinchisiga x teng minus 2 ga. Endi haqiqiy ildizlar yig'indisi so'ralmoqda. Biz uchun 2 ga qo'shsak minus 2 ning natija 0 ga teng. Ya'ni bu da javobdir. Tengsizlik necheng deb so'ralmoqda. Buning uchun, ya'ni ikkovi ham biz uchun musbat. Ikkovi 0 dan katta bo'lishi uchun x minus 11 imiz katta teng 0 desak, x katta teng 11 dan 12 minus x katta teng 0 deydigan bo'lsak, demak x kichik teng 12 dan kelib chiqadi. Endi bu yerda ildizlarimiz 11 dan katta, 12 dan kichik ekan. Ya'ni 11 bilan 12 ni o'zi biz uchun yechim bo'lib qoladi. Aniqrog'i 11 bilan 12 ekan. 11 dan 12 gacha. Bizga yechim bu javobdir. Tenglamaning haqiqiy ildizlar yig'indisini toping deb so'ralmoqda. X kvadrat minus 8x plus 12 ni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, ildizlarimiz demak 2 bilan 6 hosil bilan x teng 2, x teng 6. Endi 10 plus 3x minus x kvadrat uchun har doim 0 dan katta bo'lishi kerak. Endi minusni ko'paytirib ko'rsak, x kvadrat minus 3x minus 10 kichik teng 0 dan. Ildizlarimiz demak 5 bilan minus 2 oraliqqa keltirib qo'ysak, ya'ni minus 2 yu 5 biz uchun musbat, manfiy, musbat ya'ni manfiy joylari kerak. Ya'ni 2 bizga kiradi shu oraliqqa. Agar demak 6 ni olib borib qo'yadigan bo'lsak, 6 bu joyda. Shuning uchun bizning yechimlarimiz minus 2 2 va 5.
Demek haqiqiy ildiz yig'indisiga uchun -2 ga qo'shamiz. 2 qo'shamiz 5. Natija 5 kelib chiqadi bu. Ajoyib. Xo'p, keyingi misolimiz funksiya bizdan dastavval f-5 ni topishni so'ramoqda. Buning uchun f-5 ni topishimiz uchun x ni demak 0 dan kichkina bo'lgan qiymatiga, ya'ni funksiyaga olib qo'yamiz. Bu yerda demak 8 ayrilgan 5 natija esa 3 ga teng. Ya'ni f-5 imiz biz uchun 3 ga teng ekan. Endi 3 chiqqanidan demak f3 ni topadigan bo'lsak, 3 imiz 0 dan katta bo'lganligi uchun, ya'ni 2 minus 3 bu minus 1 ga teng. f3 imiz nimati minus 1 ga teng. Endi o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, bu yerda minus 1 0 dan kichkina bo'lganligi uchun f minus 1 ni 8 plus x dagi qiymatga olib qo'yamiz. Ya'ni 8 ayrilgan 1 natija 7 ga teng ekan. Endi bejavob. Aniq integralni hisoblang. Demak, integralni hisoblashim uchun demak dastavval x plus 1 taqsim mahrajni ko'paytirishga ajratib olsak, x plus 3 ko'paygan x minus 2 teng bo'lar ekan. Demak, a taqsim x plus 3 qo'shilgan b taqsim x minus 2 ga, ya'ni ayniyat ko'rinishida yozib olamiz. Bunga x minus 2 dan, bunga esa x plus 3 dan bersak, natijada x plus 1 teng bo'ladi ax minus 2a plus bx plus 3b. Endi x imiz teng bo'lar ekan bizda a plus b x ga. Endi bir teng bo'lar ekan minus 2 ta a plus 3 ta b ga. X larni qisqartirib olsak, a plus b teng 1 ga minus 2 ta a plus 3 ta b teng bu ham 1 ga. Sistema qolib 2 ga ko'paytirib qo'shib yuborsak, 5 ta b teng 3 ga, b teng 3 taqsim 5. Endi a ning qiymati 2 taqsim 5 ligi hosil bo'ladi. Endi funksiyamiz integral 3 dan 6 gacha. Demak, a ning o'rniga 2 taqsim 5 ko'paygan 1 taqsim x plus 3 ni qo'shilgan b ning o'rniga esa 3 taqsim 5 ko'paygan 1 taqsim x minus 2 ni keltirib qo'yamiz. dx. Demak, bundan boshlang'ich olsak, 2 taqsim 3 ln x plus 3 3 taqsim 5 ln x minus 2 3 dan 6 gacha. Endi 6 bilan 3 ni keltirib qo'ysak funksiyaga, demak 6 ni qo'ysak dastavval 2 taqsim 3 ln 9 plus 3 taqsim 5 ln 4 ayrilgan 2 taqsim 3 ln 6 hosil bo'ladi. Endi buni soddalashtirib olsak, demak mana bu biz uchun 2 taqsim 5 edi. 2 taqsim 5 bu ham demak 2 taqsim 5. Natijada 2 taqsim 5 ln 3 taqsim 2 plus 3 taqsim 5 ln 4 ekan.
Bu bizga beradi 2 taqsim 5 ln 12 ni. 2 taqsim 5 ln 12 miz D javobda ekan. Xo'p, keyingi misolimiz O1 aylana markazi 5 ga teng. O2 aylana radiusi demak 2 ga teng bo'lsa, AB kesmani toping deb so'ralmoqda. Buning uchun dastavval O2 nuqtadan bu tomonga to'g'ri chiziq tortib olsak, mana bumuz x bo'lgandan keyin bu ham x ga teng. Endi mana bu aylana radiusi 2 ga tengligidan bu ham 2 ga teng. Bu esa 3 ga tengligi hosil bo'ladi. Natijada quyidagi uchburchak chizib olsak, demak mana bu joyimiz 11, bu 90, mana bu 3ligidan demak x topishimiz kerak. Ya'ni x kvadrat teng 11 ni kvadratdan ayiramiz 3 ni kvadratini x kvadrat 121 ayrilgan 9 x kvadrat teng ayirsak, demak 110 ikkiligi hosil bo'ladi. X kvadratimiz 16 ko'paygan, demak 7 ga teng ekan 112. X chiqaradigan bo'lsak, ya'ni ildiz chiqaradigan bo'lsak 16 ko'paygan 7 dan 4 ildiz ostida 7 hosil bo'ladi. Bu javobda. Xo'p, to'plamlarga oid misolimiz 31-misol. A to'plam berilibdi bizda. A to'plam elementlari 1 2 3 4 5 6. Demak, bizda to'plamning nechta qism to'plamida 3 yoki 5 dan kamida bittasi qatnashadi deb so'ralmoqda. Buning uchun dastavval 3 bilan 5 qatnashmaydiganlarini qism to'plamlarini yozib olamiz. Ya'ni qism to'plamlar soni 2 darajasi enadi. Ya'ni 3 bilan 5 qatnashmaydiganlar bo'ladigan bo'lsa 2 darajasi 4. Ya'ni bu 16 ga teng. Endi 2 darajasi jami qism to'plamlar sonimiz 6 ga teng bo'ladi. Bu 2 ni 6-darajasi 64 ga. Endi 64 dan 16 ni ayirib tashlasak, bizda jami 48 ta 3 yoki 5 qatnashadigan bitta, demak, kamida bittasi qatnashadigan qism to'plamlar soni hosil bo'lar ekan. Bu B